Naqadar chiroyli yakun. Oila muqaddasligini isbotladik. Bugundan boshlab men singlimni kechirdim. Aka! Aziza! Akajon, meni kechiring, men xato qildim. Men seni kechirdim, singlim. Kechirdim. Ko'ngling to'q qilgin, xo'p? Sening ruhini ozod qilish uchun nima berasan? Hamma narsani berib bo'lding-ku. Men shu yoshimgacha nimaiki savob qilgan bo'lsam, hammasini singlimga o'tkazdim. Akajon, unaqa qilmang. Men bunga arzimayman. Siz arosatda qolib ketishingiz mumkin. Sen ozodsan. Bir surpriz. Azizani tanasi hali hamon tirik. Agar sen bilan kelisha olsak, seni uni oldiga olib boraman. Qatta u? Yo'q, oldin sen bilan kelishamiz, keyin. Qayerda u? Iltimos aka, meni o'ldirmang. Akam ko'zlarini ochdi. Hammamiz yig'ildik, biz qutuldik. Rostmi? Endi bunaqa ish qilmayman. Va'da beraman. Sen va'da bo'lsa sabab 3 oy arosatdan chiqmading. Men o'zim oqlamayman. Safiya men ko'zimni qo'rqib qo'yibdi. Safiya bilan shuncha kayf qilib, endi aybi qizga to'yga olsammi? Bas qilaring. Shaytonning gapiga kirish joninglarga tegmadimi? Shahram Safiya bilan emas, qorachi bilan sevishgan. U Safiya tanasida yashagan. Shuncha sinovdan keyin kechirimli bo'lmaysizlarmi? Shu kerak mana sizlarga shu. Assalomu alaykum. Voy siz, qaysi shamol uchirdi sizni? Siz oldingizga bir iltimos bilan kelgandim. Bemalol. Uzoq safarga chiqib ketayotgandim. Shunga singlimdan xabar olib tursiz degandim. Albatta, albatta. Sog' bo'ling. Jina? Maqsading nima? Bu bilan kelishuvimiz bor. Sen aralashma.